Zo'r g'oya. Ana haqiqiy boshliq qanaqa bo'ladi? Rebranding. Yangi brend. Biz siz uyga ketdingiz deb o'ylagandik. Telefonim qolib ketdi. Hali gaplaringizni o'ylab o'tiribman. Rasm olishga qiziqaman dedingiz. Portretlar, allaqanday chehralar haqida gapirdingiz. Shunday chehralar borki, ularni ko'rganingizda xuddi bir qandaydir yoqimli musiqa eshitayotgandek bo'lasiz. Mabodo o'sha arzigulik g'oyangiz. Poshnasiz tuflida, didsiz yubkada yoningizga kirib kelmadimi? Qani endi zaboni bo'lsa-yu, institutlarga kirib o'qisa, olim bo'lib ketarmidi? Xo'p. Sizga yo'q deb bo'ladimi, Malikam? Mana yaxshi bo'lib qoldingizmi? Kel o'g'lim, kel. O'tir. Hozir kelaman. Sizlar bir pas gaplashib turinglar. Xo'p. Dada. Xo'sh. Ish haqida umuman o'ylamang. Hammasi sekin-sekin joyiga tushyapti. Bugun bosh muhandis hamda qo'riqlash xizmati boshlig'i bilan maslahatlashdim. Ancha gaplashdik ular bilan. Qisman ularni ham aybi yo'q emas. Shuning uchun ularga hayfsan e'lon qilish kerakmikin? Shuni o'ylayaptim. Yo'q o'g'lim. Shoshilma. Doktorlarning gapini eshitding-ku. 2-3 kunda o'zim ishga chiqaman. Keyin birgalikda hal qilamiz. Xo'p. Lekin sendan iltimos. Shu ishdan ketish masalangni biroz keyinroqqa qoldirib tursang. Dada. Nahotki siz shunaqa nomard o'g'il o'stirgan bo'lsangiz. Rahmat. Rahmat. Shunday deyishingni bilardim. Sen kompaniyani ishlarini bo'yinga ol. Nodir senga yordam beradi. Kompaniyaning taqdirini jiddiy o'ylab ko'rish kerak. Yana o'sha eski mavqega qaytarish lozim, o'g'lim. Xo'p, dada. O'zingiz bilan bamaslahat ish qilamiz. Alisher, Labay oyi. kel o'g'lim, ovqating tayyor. Hozir. Alisher. Bor. Yaxshi dam oling. Xo'p, rahmat. Charchaganlar deyishyapti. Ha, yaxshilab davolanishlari kerak. Yo'q qizim.
Bugun kech bo'lib qoldi. Ertaga kelarsan? Ha, uyda bo'lamiz. Mayli bolam, mayli, xo'p. Bo'pti, xayr. Xavotir olyapti. Aytmasangiz bo'lardi. Voy bolam, opangni bilasan-ku. Nega menga aytmadinglar deb siqib yuboradi. Men dadang yonida bo'laman. Sen bemalol ovqatlanmagin, xo'pmi? Xo'p, oyi, rahmat. Mayli. Xonim, qayerdasiz? Hozir ketyapman, hozir. Bugun ajoyib kun. Universitetni qizil diplom bilan tugatdim. Ozodlik. Mustaqil hayot sari olg'adil afroz. Uyali aloqa kompaniyasi menga yoqdi. Ishim ham yaxshi. Odamlari ham. Faqat ishlab keta olarmikanman? Nazarimda mustaqil hayotga hali tayyor emasdikman. Lekin men hammasiga bardosh beraman. Hammasiga.
Yonimizda timsoli bor, zo'r sabotning, qanoatning. Chin farzandlar bilsa agar, bu mayog'i saodatning. Oilaning mehriboni, oqila-yu bilimdoni. Farzandlarning g'amxo'ri-yu shirin lutfli jigar joni. Onajonim, fidokorim, o'zi yemay ilinganim. O'g'il qizni birdek ko'rib, mehr bergan jon kuyarim. Hoy Dilnoz, tinchlikmi? Voy namuncha yulduzlarga termilgana qizim. Kech bo'ldi. Kirib uxlasang bo'lmaydimi? O'zi shu akani gapi to'g'riga o'xshaydi. Tezda tuzatib olish kerak seni. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Ke Alisher o'g'lim. Yaxshi yotibsizmi? Salomatmisan? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? O'zingiz qanaqasiz? Rahmat. Qani o'tirchi. Aslida ishga borsam bo'lardi. Lekin oyingni bilasan-ku. Kechagi gapimiz sal chala qoldi. Ana Baxtiyor bilan Zokir to'g'risida bir narsalar demoqchi eding. Shuni tugatib olaylik o'g'lim. Gap shundaki, Nodir chetdan alohida ekspertlarni taklif etgan ekan. Xabarim bor. Meni xabarim yo'q ekan. Mayli, umuman komissiyani xulosasiga qaraganda, bosh kompyuter nosozligida bosh muhandis bilan qo'riqlash xizmati boshlig'i aybdor bo'lib chiqyapti. Nima? Ochiqroq gapirgin. Gap shundaki, qo'riqlash xizmati boshlig'ining xonasidan bosh kompyuterning qismlari hisobdan chiqarish to'g'risidagi dalolatnomalar topildi. Vaholanki bloklar yaxshi ishlaydi. Ularga bu dalolatnomalarni bosh muhandis bergan. Maqsad ishlab turgan mashinalarni o'zlashtirib foyda ko'rish bo'lgan. Bor gap shu. Menga qara. Nodiram. Sen ham shuni yaxshilab bilib olding. Bu yigitlar men bilan birgalikda shu kompaniyani tamal toshini qo'ygan yigitlar. Baxtiyordan ham, Zokirdan ham umuman guvonim yo'q. Hatto bo'lishi ham mumkin emas, o'g'lim. Hamma gap shunda. Men ham ulardan umuman shubhalanmayman. Undan tashqari bizdagi texnikani hech kimga pullab ham bo'lmaydi. Nega endi? Birinchidan, ularni muddati o't bo'lgan. Faqat metallom sifatida topshirishingiz mumkin. Ikkinchidan bo'lsa, ulardan foydalanish uchun maxsus sharoit kerak. To'g'ri. Gapingda jon bor o'g'lim. Shu Nodir sal shoshib qolgan ko'rinadi. Lekin kimdir bu ishni qilgan? Kim? Men oxirgi yarim yil ichida bizga ishga kelgan xodimlarni hujjatini o'rganib chiqyapman. Raqiblarimizdan birortasi bizning ishimizga pam berish maqsadida o'z xodimini yuborgan bo'lishi ham mumkin. To'g'ri aytasan. Lekin bu hozircha taxmin. Ha, boshqa taxminlar ham bor. Ularni ham o'rganib chiqaman. Xo'sh. Dada, men bu ishlarni shunchaki birovga ko'z-ko'z qilish uchun emas, balki aniq faktlarga asoslanib to'g'ri xulosa chiqarish uchun qilyapman. Shunda
boshqalarga ham bu narsani isbotlashga tilim uzun bo'ladi. Yaxshi. O'g'lim. Nodir kompaniyani oyoqqa turg'izishda qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Uni hech qanday g'ayirligi yo'q. Mutaxassisligi bo'lsa, mansabi bo'lsa, hamma narsa yetarli bo'lsa, undan gumon qilib bo'lmaydi. Endi Baxtiyorga kelsak, Baxtiyor o'zini ishini qadriga yetadigan inson. Bunday narsalar bilan o'zini obro'yini to'kmaydi. Bilasanmi o'g'lim? Bularni ayblash uchun hech qanday asosimiz yo'q. Men bu ishlarga xolisona yondashaman. Xodimlardan ham shuni talab qilaman. Yana bir narsa. Sen bir Ziloladan so'rab ko'rsang. Nima uchun Zokirni bezovta qilgan? Shuni aniqlash kerak. Xo'p, tushundingmi? So'rab surishtiraman. Bora qol o'g'lim. Mayli dedi. Ishga kech qolma. Yaxshi bor. Xo'p, qo'ng'iroqlashib turamiz. Xo'p bo'ladi. Mayli dedi. Semisan, namuncha qo'rqmasin. Dadam tuzumilar. Tuzular seni ko'rsalar batamom tuzalib ketishlari aniq. Salom singiljonim. Assalomu alaykum aka. Uzr, men kechasi bilan umuman uxlay olmay chiqdim dadamni o'ylab. Alisher, kim keldi? Dada, shaxsiy shifokoringiz kelibdi. Zalda o'tiribdi. Tushlikka yaxshi ovqat qilsang chaqirarsan. Xo'p, kelishdik. Kelishdik. Mantiq qilib qo'yaman, bo'ladimi? Unda maza qilarkanmiz. Bo'pti, bo'lmasa. Ko'rishguncha, xo'p. Assalomu alaykum, ada. Telefon nomeringiz? Alo, assalomu alaykum. Sulqo'fon aloqasi eshitadi. Salomat bo'ling. Alo, hozircha bolalarda. Sulqo'fon aloqasi eshitadi. Telefon raqamingizni tezorada hal qilamiz. Rahmat. Telefon nomeringiz? Xo'p bo'ladi, tezorada hal qilamiz. Albatta. Mayli, sog' bo'ling. Sulqo'fon aloqasi eshitadi. Tez vaqtda muammoni hal qilamiz. Xayr, sog' bo'ling. Rahmat o'zizga ham. Xayr, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Qizlarjon, haligi uzr, meni Nodir Bahromovich chaqirtirgan edi. Tez qaytaman, xo'p? Dugonajonimizning qo'liga tegmay qoptimi? Ha, nimasini aytasan? Muovinlarni ham o'ziniki qilib oldi. Qiziq. Qanday ish bo'lishi mumkin? Hali hech narsani bilmaydi-yu. Qizlarjon, sizlarga aytsam, o'zi juda yaxshi qiz. Faqat sal soddaroq. Balki Nodir Bahromovichga shunchaki qahva damlab berayotgandir. Rostdan ham direktorimizga tanish joyi bo'lsa-chi? Balkim. Kim biladi? Balki. Kiyinishiga qaranglar. Nega endi? Istarasi ham issiqna-ku. Qizlarjon, Hojiya o'ziga yangi dugona topib olganga o'xshaydi. Bo'ldi. Hamma ish ishiga. Birinchi navbatda ish, ana undan keyin mish-mish. Alo, assalomu alaykum. Sizlar bola eshitadi? Tushunarli. Biz ham kutyapmiz. Assalomu alaykum. Telefon raqamingizni aytib bering. Telefon raqamingiz? Bo'ldi. O'zimiz sizga xabar beramiz.
Assalomu alaykum. Sabohat, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi Alisher? Rahmat, Muhabbat. Charchamayapsizlarmi? Yo'q. Zilolaga ayting, meni yonimga kirib ketsin. Xo'p, bo'ladi. Charchamanglar. Telefonlari band. Bo, osilvaganmi telefoniga? Borib o'zim chaqira qolay. Bo'pti. Bo'pti. Nima bo'ldi, dada? Endi burga tepdi. Yo'q, dada. Yaxshiman, qizim. Rostini ayting. Nima bo'ldi o'zi? Seni tez ko'rmaganim uchun kasal bo'lib qoldim. O'tgan hafta ko'rishdik-ku. Doktorlar nima deyishyapti? Doktorlar, mana bosh doktor. Voy, oyijon, assalomu alaykum. Voy, yaxshi kelding, bolam. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisan, yaxshi kelding, jonim bolam. O'tir. Kel. Yo'q, tatajonim. Kel, onam qizim. Voy, doktorlar charchaganlar deyishyapti. Ha. Dam olsalar bo'ldi. Ha, to'g'risi ham-da 5 yildan beri ta'tilga chiqmaydilar. Hay. Shu ham ishmi? To'g'ri. Nima? To'g'ri. Ammo bu yil hali tugamadi-yu. Oyijon, nima yuraklarimi? Ha, siqilganlar deyishyapti. Oppa. Dada, Ha? menga rostini ayting. Xo'sh. Nimadan siqildingiz? Yo'q. Oyimmi yo akammi? A? Agar to'g'risini aytadigan bo'lsam, men xafa bo'lishdan keyinroq tug'ilganman. O'zim onajonim. Rahmat. Lekin nimadandir siqilibsiz-ku. Ha, qizim. Ishxonamda ozgina noxushliklar bo'ldi. O'shanga ozgina siqilgan bo'lsam kerak. Yana kim biladi deysan? Voy, bo'ldi. Shu ish haqida gaplashmaylik. Xo'p. Qizim, mana ko'rib turibsan, dadang yaxshilar, tuppa-tuzuklar. Undan ko'ra o'zingdan gapir. Tinchmisan? O'zing gap. Uychilar yaxshimi? Rahmat. Boburjon yaxshi yuribdimi? Salom deb yuborishdi. Voy, salomat bo'lsinlar. Ona qizim mana, asal qizim mana. Menimcha ertalab shoshilib nonushta ham qilmay kelgandirsan-a? Shoshdim-da, oyi xavotir olib. Qani, yur oshxonaga. Bor onajon. Tur. Birga bir ona bola ekaninglar, bir sirlashinglar. Qani, boring. Yur. Dadasi. Siz aytmasdan o'tiring, xo'pmi? Yur bolam. Xo'p. Yaxshisi yota qoling. Xo'pmi? Xo'p. Yur qizim. Voy, qizim, xavotir olma. Dadang tuppa-tuzuklar, yaxshilar. Hozircha mana shularni olib qolaman. Qarshi emasmisiz? Yo'q. Ketaveraymi? Bir daqiqa. Nazarimda ijodga moyillik bor sizda. O'zingiz nimalar bilan shug'ullangingiz kelyapti? Menmi? Yoshligimda rasm olishni, har xil narsalarni ixtiro qilishni yaxshi ko'rardim. Hayya, kecha aytgandim shekilli, rasm ham chizaman deb. Balki she'r ham yozarsiz. Yo'q. Hazillashdim. Menda bir taklif bor. Bizni PR bo'limimiz reklama va har xil loyihalar ustida ishlaydi. Qolaversa tashkiliy ishlar ham ko'p. Bundan tashqari doimiy ravishda jamoatchilik bilan aloqada bo'ladi. Menimcha sizdek ijodga tashna inson bizda ishlasa yomon bo'lmasdi. Bilmadim. Yo'q, rahmat. Men unday ishni uddalay olmasam kerak. Qolaversa, operator qizlarga ham yordam berishim kerak. Ularning ishlari juda ham ko'p. Men keta qolay. Dilafruz, to'xting, shoshilmang. Men sizni o'z bo'limimizga taklif etyapman. Bilmaganingizni o'rgatamiz. Dilafruz, menga ishonasizmi? Ha. Yaxshi. Ishni sizga o'zim o'rgataman. Faqat
dadilroq bo'lishingiz kerak, xo'pmi? Avvaliga rasm bilan shug'ullanasiz. Bo'limimizda yaxshigina fotostudiya bor. Ishni o'rganganingizdan keyin u yerda ham, bu yerda ham ishlayverasiz.